Assalomu alaykum. Agarda sizda agrofobiya bo'lsa, ya'ni ko'chaga chiqishdan qo'rquv, odamlar orasiga kirishdan qo'rquv, yolg'iz qolishdan qo'rquv holatlari bo'lsa, demak, bu sizda nimadir noto'g'ri ekanligi uchun emas va ko'cha haqiqatan ham xavfli bo'lganligi uchun ham sizda mavjud emas. U shunga bog'liqki, miya uchta narsaga ishona boshlaydi. Menga yomon bo'lmasligi kerak. Agar simptomlar boshlansa, men chiday olmayman. Men faqat tashvish o'tib ketgandan keyin chiqa olaman. Shuning uchun inson yillab bir doirada aylanadi, chiqishdan qo'rqadi, zo'riqib chiqadi, simptomlarni kuzatadi, o'zini qutqaradi, uyga qaytadi va miya yana xulosa qiladi. Demak, nimadir ko'chada xavfli va nazoratsiz yashab bo'lmaydi. Agrofobiyadan haqiqiy chiqish uchun esa faqat o'tib ketishini kutish yetarli emas. Bunday holatda qo'rquv bilan yuzma-yuz chiqish kerak va parallel ravishda fikrlarni o'zgartirish kerak. Yo'q, menda simptomlar bo'lmasin degan paytingizda bu holat yanada kuchayadi. Va qachonki siz mutlaqo xotirjam bo'lganingizda emas, qachonki siz o'zingizdan ideal holatni talab qilishni to'xtatganingizda bu holatdan chiqishni boshlaysiz. Agar siz o'zingizni bu yerda tanisangiz, bu bilan ishlash mumkin va bu hukm emas. Lekin chiqish yo'li qochish orqali emas, balki fikrlash va xulq-atvorni to'g'ri o'zgartirish orqali bo'ladi. Agarda siz ham agrofobiyadan butunlay xalos bo'lishni xohlasangiz, marhamat murojaat qilishingiz mumkin.